Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Mr. Shah. Bugun biz Novstack.uz serverida o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bugun men sizlarga yangi boshlaganlar uchun pul topish yo'llarini o'rgataman. Birinchi o'rinda RTP deymiz. RTPdan keyin shunaqa ekran ochiladi, keyin endi dunyosini bosamiz. O'zinglar bilan bitta topor olishinglar kerak. Eshidan men topor olaman. Keyin mana shu Horus fruitni yig'amiz. Juda ham ko'p yig'amiz. Lekin pul yaxshigina ko'p keladi. Shu ishdan keyin pul yomon ko'p keladi. Yomon emas, yaxshigina ko'p. Yana RTP deymiz, bu yerda qolmadi. Bu yoqda ko'p ekan rosa. Sal sindirganlardan keyin 2 sekund kutishinglar kerak edi. Hammasi bitta joyga olib oladi. Kerak. Xullas hozir 5 minut yig'aman, keyin videoni qayta yoqaman. Mana obunachilar bir 5 minut emas, 3 minut, 2 minutlar ichida shunchani yubordim. Esiga boltani solamiz. Keyin Bayer yozamiz. Xuddi shunaqa qilib yozish kerak. Keyin hammasini sotishga qo'yamiz. 51 ming. 3 minut ichida 51 ming pul bor o'zi tilada. Bugungi video shundan iborat edi. Hammaga xayr. Sog'lom bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin. Agar prosmotrni 100 plus qilib bersanglar, men YouTube rankdagi hamma kitimni sizlarga tarqatib boraman. Hammaga xayr.